prezidentni bergan ishonchidan foydalanib, prezident hokimlarga tegmalaring deb turib, bir ikkita idoralarga bergan topshiriqdan foydalanib, konstitutsiyani istagancha buzyapsizlar. Konstitutsiyani ishlashga kafolat bergan shaxs bu prezident bo'ladi. Siz prezidentni obro'sizlantirish bilan shug'ullanyapsizlar bir vaqtda o'zida. Qarang, muhtaram hokim, o'rinbosarlar bilib qo'yinglar shuni. Hozir amalda siz istaganingizcha zo'ravonlik qilishingiz mumkindir, lekin har bir ishingiz uchun vaqtga javob berasiz. Qolmaydi javob berishdan. Odamlarni qaqshatyapsiz. Kimdir qarg'aydi sizni, kimdir kuchi yetgani yozadi. Boshqa iloji yo'q odamlarda, chunki unaqa zo'r emas bizda ham. Lekin shuni qaysi bittasi uradi sizlarga aytib qo'ying. Urib ketadi. Bunchalik qonunsizlik bo'lmagan Toshkentda, ya'ni qonunbuzarlik hokimiyat tomonidan bo'lmagan. Baraka topib buzdirar ekansiz joyda. Marhamat, kompensatsiya berib, amaldagi qonunlarga rioya qilinglar sizlar ham. Buzmayaptimi, noqonuniymi, asosiyligini sudga bering, sudda himoya qilsin ikkita tomon bir-birining pozitsiyasini. Kompensatsiya bering o'rniga o'rin. Keyin buzish kerak uni. Bu O'zbekiston qonunsiz davlat emas-ku, O'zbekistonni bandit davlatga o'xshab ko'rsatib beryapsiz. Prичем buni hokimiyat qilgandan keyin nima deb o'ylasin odamlar? Butun dunyoga sharmanda bo'lib bo'ldik-ku. Dunyoga o'zi hokimchalik sharmanda qilayotgan odam bo'lmayapti hozir. O'zbekiston qonunsiz davlat degan shunaqa tushuncha olib kelyapti. Bunchalik emas-da, xalq foydasi uchun degan PR-da qilyapsiz. Balo ham xalq foydasiga emas-ku. Xalqni o'ylaganingizda ko'chalarni chizdirib qo'yib, shuni ana pul ishlaydigan soqqali tizim qilib qo'yarmidinglar? Tadbirkorlarni o'ylaganinglarda ana do'konni tepasidan yozuvga yopishib, shunga ham pul to'laysan deb shunaqa reklama eng past yo'ldan yurgan bo'larmidinglar? Agar ras shunday bo'lsa, o'zingizni Toshkent shahar hokimiyati degan so'z uchida mana to'lang bo'lmasam soliq reklama deb. Shunchalik bo'ladimi? Faqat yangi yoki qurilish sohasida ham yangi soliq, yangi majburiyatlar qo'yib tashladinglar. Alal oqibat xalq qiynalyapti, odamlar qiynalyapti. Nimaga? Chunki ular to'laydi eng yakunida. U tadbirkor boshqa siz qo'ygan nagruzkani ustiga mindirib qo'yaveradi tan narxga. Xalq uni to'lovini to'laydi. Tushunyapsizmi? Bunchalik qilmang endi. Siz xalqni qonunga, konstitutsiyaga, davlatga ishonchini yo'qotyapsizlar. Qonunga qaytinglar sizlar ham. Xudo bizga o'zi bor-ku, qonunga amal qiladigan rahbarlar kerak ekan. Muhtaram yosh kattalar, otalarimiz, momolar bormi? Iltimos duo qilganda shunday so'raylar. Bizga konstitutsiyaga, qonunga rioya qiladigan, odamlarga rahm qiladigan rahbar ber. Berahim, konstitutsiya buzar, qonun buzar rahbarlardan asra unaqa kelib qolmasin deb duo qilinglar. Bizda teskarisi bo'layapti. Qonun buzar insonlar rahbar bo'layapti. Xalqdan qonunga rioya qilishni talab qiladi, lekin o'zi amal qilmaydi. Mana bugungi ana shu Toshkent shahar hokimi va uni jamoasini yuzi. Boshqa ta'rif yo'q sizlarga. O'zbekistonning Toshkentning tarixidagi eng yomon hokimlik qilgan anaqa nom bilan qolasizlar tarixda. Bunchalik bo'lmaydi-da. Ana ilgari ko'p tanqid qilgan o'sha Jahongir Ortiqxo'jayev ham Covid vaqtida ko'rganman, maqtash emas, lekin Covid vaqtida biz ko'rgan bir ikkita qilgan ishlari bor edi u kishini. Odamlar e'tiroz qilsa ham, tadbirkorlikdan chiqqan boshqa. O'sha tadbirkorlikdan topgan pulini odamlarga ishlatar edi, kerak joylarda. Ko'rganmiz, Covid sentrda vaqtida katta-katta Covid markazlar qurib tashlagan, o'zining eski firmalar nomidan. Hozirgi hokimni unday qildi deyilmayapti. Shunchaki qonunga rioya qiling.